Hozirgi kunda dolzarb muammolardan xurrak hamda uyqudagi apnoe holati haqida bugun gaplashamiz. Xurrak bu nima va uyqudagi apnoe holati bu nima? Xurrak bu qo'pol qilib aytganda grubiy ovoz. Ya'ni nafas yo'liga kirgan havo qanaqadir to'siqqa uchrasa, ana shu to'siq uchragan joydan chiqadigan ovozni biz xurrak desak bo'ladi. Xurrak bu belgi hisoblanadi. Uyqudagi apnoe holatida ham xurrak kuzatiladi. Oddiy xurrakni uyqudagi apnoe holatidan ajratib olishimiz uchun biza misol uchun mana skripka chalinyapti. Bir tekisda agar chalinadigan bo'lsa, buni как xurrak desak bo'ladi. Ko'tariladi, tushadi, ko'tariladi, tushadi. Mana shu holat. Apnoe holati bo'ladigan bo'lsa, bu faraz qilamiz, skripka boyagi skripka chalib turibdi-yu, lekin g'irchillab qoldi, to'xtab qoldi orada. Yana davom etib chaldi, chiroyli chaldida, keyin yana g'iq etib to'xtab qolishi. Misol qilib aytsak ham bo'ladi. Endi qarang, xurrak uyqudagi apnoe holatida xurrak otib turgan odam to'xtab qoladi, ya'ni nafasi to'xtaydi. Kollaps degan narsa bor. Kollaps bu siqilish hisoblanadi. Yuqoriga nafas yo'llarini uch xil holatda kollaps kuzatiladi. Mana shu kollaps siqilib qolishining natijasida havo to'xtab qoladi, pastga o'tishi. Ya'ni apnoe holati kuzatiladi. Apnoe holati bu uyquda nafasni to'xtab qolishiga aytiladi. 10 sekunddan tortib 1 minutdan oshiq ham bo'lishi mumkin. Uyqudagi apnoe holatini 72 sekundini men o'zim ko'rganman. 72 sekund nafas olmay yotadi bemor. O'zingiz o'ylang, bunaqa holatda qonda kislorod tezda pastga tushib ketadi. Bu kritik holat hisoblanadi. Bu holatda organizm kislorodga umuman to'ymaydi, ertalab uyg'onganda charchoq bilan uyg'onadi, uxlamaydi, xotira pasayadi, aktivlik pasayadi, ishlagisi ham kelmaydi. Umuman passiv holatda yashaydi bunaqangi damlar. Biza ko'zimiz bilan ayrim holatda ko'rmasligimiz mumkin, lekin ko'rmagan holatimizda juda ham chuqur muammolar kelib chiqadi. Yurakda, miyada, pochkada og'ir asoratlarga olib keladigan muammolar kuzatiladi. Endi xurrakni davolash uchun, apnoeni davolash uchun biza nima qilishimiz kerak? Lor sohasida birinchi bo'lib xurrak otayotgan odam kechasi yaqin o'sha odami, misol uchun ayolimi yoki erimi sezib qoldimi nafasi to'xtab qolayotganini. Ana shu holatda kimga birinchi murojaat qilish kerak degan savol bor. Birinchi navbatda somnolog. Endi O'zbekiston hududida somnologiya, apnologiya degan terminlar mana endi rivojlanib boryapti. Somnologlar, apnologlar xudo xolasa bizda ham albatta bo'ladi. Hozirgi holatda birinchi lor vrach ko'rgani ma'qul. Lor ko'rigi oddiy ko'rikdan boshlanadi. Tomoq, burun, rinoskopiya, laringoskopiya hammasi o'tkazilinadi. Bizda o'zimizdan aytadigan bo'lsak, gibki endoskoplarda hattoki tekshirib, gibki degani endoskopimiz anaqa qiyshayadi. Yumshoq bo'lgani hisobiga biz burunga kirib turib, pastga qara olamiz, hattoki qiyshaytirib, shu holatda Müller testi deyiladi. Ana shu testlarni ham o'tkazishimiz mumkin. Uyg'oq holatida xurrakni tekshirishimiz mumkin. Xuddi xurrak otgandek u kasaldan so'raymiz. Qani xurrak otayotganga o'xshab o'zingizni tuting deymiz. Ana shu holatda biza bilishimiz mumkin, boyagi aytganimdagi kollaps qaysi holatda kuzatilyapti va qaysi darajada kuzatilyapti. Endi bu holat o'sha endoskopda birinchi navbatda ko'rishimiz, undan tashqari MSKT yoki 3D rentgenlar qilishimiz mumkin va keyingi etapga o'tiladi. Bu uyqudagi apnoe holatini davolashda bir qancha etaplari bor. Birinchi etapi o'sha lor ko'rigi bo'lsa, ikkinchi etapi biza bu apnoeni markaziymi yoki periferikmi
qay darajada saturatsiya tushyapti, qurrakni detsibel ovoz jarangliligi qay darajada. Bundan tashqari 3 xil og'irlik darajasi bor. Bir soatda 5 tagacha apnoy kuzatiladigan bo'lsa, bu norma hisoblanadi. Sizda ham, menda ham 1 soatda 3 ta, 4 ta, 5 tagacha bo'lishi bu norma hisoblanar ekan. Endi 5 tadan 15 tagacha bo'ladigan bo'lsa, o'rta og'ir darajada. 15 tadan 30 tagacha bo'ladigan bo'lsa, bu og'ir daraja hisoblanadi. Endi 30 tadan yuqori bo'ladigan bo'lsa, faraz qiling, 1 soatda 30 martadan oshiq nafas to'xtashi kuzatiladigan bo'lsa, bu holat o'ta og'ir uyqudagi apnoy sindromi deb diagnoz qo'yiladi. Mana shu narsalarni biz bilishimiz uchun mana bunaqangi apparatlardan foydalansak bo'ladi. Endi bu apparatni ikki xil turi bor. Birinchisi polisomnografiya deyiladi. Bu somnografiya. Somnografiya degani home sleep deydi. Ya'ni buni uyga berib yuboramiz. Polisomnografiya u albatta bizda ham bor. Pastda uni tekshirilganda maxsus kameralar qo'yiladi, datchiklar birmuncha ko'p, oyoq, qo'llarning harakatini bilib beradi. Apnoy hamda gipapnoyni ajratib beradi. Qaysi holatda gipapnoy kuzatilyapti, qaysi holatda qancha darajada apnoy holati kuzatilyapti. Ana shu narsalarni bilib beradi. Lekin bu bilan ham diagnozni 90% aniq qo'yish mumkin, hattoki undan ham yuqori. Albatta, anamnez yig'ganimizda biz mana shu vachpatga to'g'ri keladigan kasallarnigina mana shu narsaga ikkinchi etapda shu narsani buyuramiz. Agarda kasal anamnez yig'ganimizda bu darajadan og'ir bo'ladigan bo'lsa, unda biz polisomnografiyaga albatta tushiramiz. Polisomnografiya qilamiz yokida vachpat orqali, somnografiya orqali biz bilishimiz mumkin. Profmed servis klinikasi professional shifokorlar komandasi bo'lib, xalqimizga 10 yildan beri 50 mingdan oshiq jarrohlik amaliyotlari bilan, eng asosiysi garantiyaviylik jarrohlik amaliyotlari bilan xizmat qilib kelmoqdamiz. Agar sizda burun va halqumda burun to'sig'i, angiofibromlar, adenoma gipofizalar va boshqa quloq kasalliklari, eshitish pastligi bilan bog'liq problemalar, shunga o'xshagan problemalaringiz bo'lsa, bemalol Profmed servis klinikasiga 24 ga 7 holatda murojaat qilishingiz mumkin. Agar sizda lor sohasi bo'yicha muammolaringiz bo'lsa, yuqori malakali jarrohlik amaliyotlari kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Professionallar siz uchun xizmatda bo'lamiz. Mana bu datchiklari, buni ko'krak qafasiga qo'yamiz. Bu datchik orqali nimani bilsak bo'ladi? Sentralniy bo'lyaptimi yokida periferik bo'lyaptimi apnoy holati, mana shu datchik bizga yetadi. Uyqudagi bo'layotgan muammolarni bir qancha holatda bilib bera oladi. Bu narsani yana bitta yaxshi tomoni, одноразовый deymiz. Har bir kasalga bittadan ishlatiladi. Bu ikkinchi etapda qilinadigan ishimiz, ya'ni to'liq diagnoz qo'yishimiz uchun. Uchinchi etapda qilishimiz kerak bo'lgan narsa DICE deyiladi u narsani. Dori-darmonlar orqali tabiiy uyquni chaqirib, maxsus endoskoplar, maxsus monitorlar orqali uyquni, apnoyini qay darajada va qaysi turda, qaysi qismda bo'layotganini biz video tasvir orqali aniqlaymiz. Bu holat operatsion holatda hisoblanadi. Operatsion holat hisoblanadi va maxsus operatsion stolga o'xshatib qilishimiz kerak bo'ladi, chunki reanimatsion tarzda qilishimiz kerak. Demak, dori bilan uxlatyapmizmi? Har bir holatiga tayyor turishimiz kerak. Bunda nima qilinadi? Kravat yotqiziladi bemorni. O'zini yastig'ini hattoki olib kelishi so'raladi.
yastig'iga yotqizib o'zini uxlashini so'raymiz va dori bilan uxlatamiz. Endi o'zini uxlashini so'raymiz deganda tinch holatda bo'lishi kerak. Tinch holatda faraz qilasiz, o'zingizda tabiiy uyqingiz, biz dori jo'natamiz. Dori bilan u uyquga ketadi. Yengil uyqu darajasini ushlab turishimiz kerak bo'ladi, ya'ni tabiiy uyqu darajasini. U narsani, tabiiy uyquni biladigan maxsus monitorlarimiz bor. Boshga datchiklarni qo'yamiz. Uni BIS deydi, bispectral index deyiladi. Ana shu indeksni o'zini chegaralari bor. Ana shu chegaralarda ushlab turgan holatda bemorni uxlatib, keyin endoskop orqali, bu endoskopimiz yozib oladi. Endoskop orqali kirib, bizni diagnoz qo'yamiz, tashxis qo'yamiz. Ya'ni bu bemorda kollaps mana shu tarzda kuzatilyapti, yoki sirkulyar, yoki передний задний, yoki боковой, mana shu holatda kollaps kuzatilyapti va mana shu darajada kuzatilyapti deb biz tashxis qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu 3-etap. 4-etapi уже operatsiya hisoblanadi. Operatsiyani taktikasini bizga DICE beradi. Til ildizidami muammo, epiglotusdami muammo, yoki orofaringisdami muammo, yoki yumshoq tanglaydami muammo, ana shu muammoni biz DICE orqali aniqlashtiramiz. To'g'ri diagnoz, to'g'ri qilingan podxod, to'g'ri qilingan anamnez xurrakni hamda apnoeni butunlay yo'q bo'lib ketishiga zamin yaratadi inshaalloh. Agar sizda yoki yaqinlaringizda yuqoridagi muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, uyqudagi apno, ya'ni uxlayotganingizda to'xtab qolayotganingizni kimdir aytsa yoki o'zingizda shu narsa kuzatilayotgan bo'lsa, bizni Profmed jamoamizga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Yuqori texnologik apparatura hamda texnikalar bilan sizni tekshirib, to'g'ri tashxis qo'yib, sizga yoki operativ yoki konservativ davo choralarini taklif qilamiz. Bu videoni xurrak otadigan yoki uxlayotganda nafasi to'xtab qoladigan yaqinlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang.